Assalomu alaykum. Xo'sh, navbatdagi ishlarimizni boshladik. Mana Ramazon oyidan keyin ishlar to'planib yotgan edi. Bu galgi ishimiz 3 ta kamera, lekin koridori yo'q, ochiq joyga. Naveslari bo'lgan. Bitta, ikkita, 3 ta kamera bo'lyapti. Ixchamida kichkinaroq. Eni to'r, balandligi ham to'r, uzunligi 10,5 metr. Sendifaniyalar kelgan. Mana shu boy o'tgan safargi proyektlarimiz aytgandek, ochiq zdaniyaga bo'lsa, mana qanaqa devor bilan o'ralmagan, boshqa bo'lmagan, ochiq joyga mana 15 sm 20 plotniy mana. 15 sm 20 plotniylar bo'lsa, zdaniyasiz joyga bemalol bo'ladi. Unga alohida beton qo'yib, devorni ko'tarib, tomini lombos qilib yopib bunaqa qilish shart emas. Shu oddiygina yengilroq naves bo'lsa, yomg'ir o'tmasligi bo'lsa bo'ladi. Peregorodkalarimizga 10 sm-lik buyurtma qildik. Endi peregorodkaga qalin shart emas. Lekin aylanasiga shu 15 sm sendvichvanil bo'lsa bo'ladi. Mana shu yer zdaniyani o'zi bo'lyapti. Agregatlar orqa tarafga tushadi, lekin agregatlar sal keyinroq bo'ladi. Eshigi agregatlari qoladi. Faqat zdaniyani o'zini teramiz, xudo xolasa. Kerakli ma'lumotlar esga tushib qolsa aytib o'tib ketamiz sizlarga. Lekin ishlarni bir chekkaga surib qo'yib, mana bu holat endi boshqacha. Boshqa kelaverasizlar. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Mana xonamizni birinchisi tayyor bo'lib qoldi, o'rtoqlar. Chiroyli bo'lib, kerakli info shu yerda 15 sm 20 plotni qilinadigan bo'lsa, shu ko'pgina pina ketishiga ahamiyat berasizlar, tayyor turasizlar. Mana shu pinadan ko'pgina ketadi. Lekin zdaniya yo'qligi sizlarga plus. Shunday ko'pgina bo'lib ketadi. Mana naves qilinadigan bo'lsa 20 sm oralig'i bo'lsa, halidan chiroyli chiqaradi. Bu birinchi zdaniyamiz tayyor bo'lib qoldi. Ikkinchisi, ikkinchi, uchinchi xonalarimiz endi bo'ladi mana. Xudo xolasa, atrofi ochiq, bemalol. 20 sm 20 plotniy, mana bu yerdan issiq o'tsa ham bunda ancha izolyatsiyasi yaxshiligi uchun halidan yaxshi turaveradi. Endi imkon bo'lsa mana bu yerga biror narsa tashlab olsa, yana ham davavishni bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Har bitta ishda o'zini mutaxassis qilgani yaxshi. Mana shuncha sendvich panel uvol bo'lib ketyapti. Mana shu zdaniyamizning noto'g'riligini hisobiga. Men sizlarga hozir diagramni ko'rsataman. Bertus panel. Tak, mana shu zdaniyamiz mana. Mana qaranglar. Diagonal shu darajada xato ketganki, hozir ko'rsataman. Mana binoyimiz diagonal shu darajada qilishki 15-65 bu yog'i 16-35 70 sm ga shu darajada qiyshiqki zdaniya 70 sm ga mana o'zi tunikalardan ham ko'rsa bo'ladi mana. Shuning uchun har bitta ishda ham o'zini ustasi qilgani yaxshi. Mana shuncha sendvich panel uvol bo'lib bittalab chiqishga to'g'ri kelyapti mana. Bu Bertus panel o'zi santimetrni santimetrga qilib beradi. Chiroyli chiqish kerak. Bunaqa umuman laxtak chiqmaydi o'zi aslida. Lekin o'sha hashar qilinganmi endi yo mutaxassis qilmaganmi, shu daraja 70 santimetrga ransa qilgan. Lekin biz shuni to'g'rilashni bir imkonini qilib zdaniyamizni qisqartirdik ozgina. Panelni mana shu yerdan olib keldik. Bu yog'ini mana shunday ozgina bo'lsa ham to'g'rilandi. Ozgina bo'lsa ham, lekin o'sha ko'ngildagidek bo'lgani yo'q. Shuning uchun har bitta ishni o'zini mutaxassissiga qildiringlar. Svarchikdami endi ayib, kim biladi endi. Hurmatli tadbirkorlar, zdaniyamiz shu xonasi ham bitdi. Birpasda bitib qoldi. Yomg'ir yog'yotibdi. Oho. Hamma yo'q yomg'ir. Yaxshi naves bor ekan. Naves tagida ish qildik, bitkazib oldik. Xudo xolasa eshiklari, agregatlari orqa tarafga, eshigi shu yerga tushadi. Agregat orqa tarafga sal keyinroq. Tadbirkorimiz, do'stim, qalay chiqdi? Ma'qulmi? Rahmat do'stim. Ma'qul keldimi? Mana shu ishlarni boshida mana shu yigit bor. Mana shu chiroyli qilib bitkazdik. Xudo xolasa ichlari o'sha endi binoda ozgina perikoz bo'lganligi hisobiga ozgina qiynaldik. Ozgina lafta ko'p emas, lekin mana shu 3 ta mana shu tadbirkorimiz o'zi 3 do'konlari bor, katta. Meva sabzavotlar saqlab
iste'molga, xudo xolasa yaxshi kunlarga ishlatasiz. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar, binomiz bitta. Telegramdan yozasizlar, ko'pincha telefon ko'tara olmay qolyapmiz. Telegramdan yozib yuborsalaring, bemalol javob yozamiz. Salomat bo'lasizlar.